nima orqali maqtansa o'sha orqali sinaladi. Biz shunaqa yiqilsak уже tura olmaymiz. Erkak kishi endi должен-da, erkak kishi majbur. Mana umuman hech nimasi yo'q inson natija qiladi-ku. Ko'p muvaffaqiyatga erishadi. U inson hech qachon qo'rqmaydi-da. Mana osmonda mana ota-onasidan yoki qanaqadir mavqedan kelib qolsa sizga mol dunyo, siz qo'rqasiz yo'qotib qo'yishga, chunki o'zingiz topmagansiz uni. Yana topishga уже kuchingiz yetmaydi yoki aqlingiz yetmaydi, duxingiz yetmaydi. O'zingiz прекрасно bilasiz shu narsani. Shu narsa bor. Gap ko'p. Gapirilsa, просто harakat qilish kerak, ishlash kerak, qaytish kerak emas. Keyingi pushaymon o'zingga dushman deydi-da. Pushaymon qilgandan ko'ra tavakkal qilish kerak. Tavakkal qilgan ancha yaxshi. Pushaymonni orqaga qaytarib bo'lmaydi-da. Odam qiylanish kerak. Og'riq bo'lish kerak-da baribir. Odamda og'riq bo'lsa, nimadirga erishadi. Bu meni fikrim. Iloji boricha og'riq. Odam o'zini qiynash kerak. Odam o'zini o'zi qiynasa, qancha natija qila oladi. Bo'lmasam natija qilish yo biron nimaga erishish juda qiyin. O'ylang, og'riqlarga tura olmasangiz, o'zingiz mustaqil bo'la olmasangiz, hamma narsani o'zingiz rishat qilishni o'rgana olmasangiz, ertaga siz suyangan insonlar, oila a'zolaringiz birdaniga yo'q bo'lib qolsa, siz ko'nika olmaysiz o'sha bu narsalarga. Mana Turkiyada o'sgan olmani ko'rganmisiz mana? Mevasi ko'p bo'ladi-da, yog'ochda tirab qo'yishadi, sinib ketmasligi uchun. Mana o'sha yog'ochlarni tirab qo'yish o'sha xato narsa olmaga. Shu olma o'zi moslashish kerak. Baquvvat bo'lib o'sib, tirkaksiz o'sishga moslashish kerak-da. Bu moslashmadan bo'ldi, tirkini olib tashlasangiz, shoxlari sinib chochilib ketadi. Mevalar to'kilib. Biz ham xuddi shunaqamiz. O'sha vaqt o'tgandan keyin biz shunaqa yiqilsak, o'sha tura olmaymiz. Lekin o'sha olmani ko'chatligida o'sha tirklarni olib qo'ysa, yoshligida o'shanga moslashib o'sadi u vaqtlar mobaynida. Inson ham shunaqa. Insonni yoshligidan mana hozir oddiy bitta armani biznesmen odam ham mashinasini, uyini yo'qotib qo'ysa, shugana erishib qoladi-da. Menda unaqa narsa yo'q. Uyimni yo'qotaman, mashinamni vash qiziq emas. Menga qaytamga qiziq. O'sha etapda meni atrofimdagi insonlar menga qanaqa muomalada bo'ladi? Men qanaqa o'zimni tutaman? Meni kuchim nimalarga yetadi-yu, nimalarga yetmaydi? Menga shu qiziq. Men nimalarni ko'tara olaman, nimalarni ko'tara olmayman. Qanaqa bosimlarga dosh beraman, qanaqa bosimlarga dosh bera olmayman. Kuchim yetmaydi. Inson o'zini o'rnini bilish kerak. O'zini nimalarga yarashini, nimalarga chida olishini, nimalarga chida olmasligini bilish kerak. U bilmasangiz, u ko'zingiz yetmasa juda qiyin. Endi meni fikrim shunaqa. Hozir rosa ko'p bunaqa erkak kishi endi должен-da, erkak kishi majbur nimadir qilishga, oilasini boqishga qizig'i yo'q. Erkak kishi misol uchun olib kirish kerak deyilmagan. Mana 4 ta non olib kelsin, xohishi deyilmagan. Erkak kishi majbur u narsaga. Farqi yo'q. Kimdirdan qarz oladimi, mehnat qilib olib kiradimi, qiziq emas. U olib kirish kerak. Shunga majbur. Chunki uni zimmasida boshqa insonlar ham bor. Mas'uliyat bor uni zimmasida. Hech qachon uydagi ayol, uydagi farzand, dada sizni ishingiz yaxshimi? Yaxshi pul topyapsizmi? Ishlaringiz o'xshayaptimi demaydi hech qachon. Menga non olib keling, menga ovqat olib keling. Men ovqat yeyman deydi. Bo'ldi. Sodda qilib aytganda shunaqa. O'shaning uchun maksimalniy hozirdan harakat qilish kerak. Mana gap bor, mana uylansa, mana rizq o'zi bilan keladi, to'g'ri, rizq o'zi bilan keladi. Baribir bitta oilani 18 yil oq yuvib, oq tarab olib kelayotgan
qizini misol uchun yaxshi sharoitga olib kelib qo'yish kerakda. Rizq kelar ekan deb yo'q narsaga olib kelib olish, uylanib olish u xato narsa-da. O'shaning uchun mas'uliyat bor. Kimnidir farzandini olib kelish bitta mas'uliyat, oila qurish bitta mas'uliyat, uni davomiy olib keta olish bitta mas'uliyat. Masalan, trivadno bo'ldi. Uylanish muammo emas. Oilani davomiy bitta etatda ushlash muammo. O'ylaysizlarmi, o'lguncha yashash, o'lguncha bir-birini tushunish, o'lguncha ro'zg'orni but ushlash, har kuni 3 mahal qozon qaynatish, gaz, svet, nalog, tushunasizlarmi? U har bitta elementga e'tibor beriladi. Tushunasizlarmi? Uyga erta kelish, bir-biriga gapirish, bitta noto'g'ri gap oilani buzib yuborishi mumkin. Bitta yaxshi gap oilani mustahkam qilishi mumkin. O'shaning uchun boya aytdim, har bitta inson hayoti o'zini qo'lida. Hayotingizni gullatib yuborish ham, bitta joyga tiqib yuborishingiz ham o'zingizning qo'lingizda. Hammasi o'zingizning qo'lingizda. Hech kim aybdor emas bu narsaga, yo'q, hech kim должен emas. Hech kim roli yo'q. Qanaqadir bir elementli joylarda roli bo'lmasa hayotingizda, hatto boshqa joyda roli yo'q. Hammasini o'zingiz rishat qilasiz, o'zingiz boshqarasiz. Rol berilgan, ixtiyor berilgan. Inson zoti shunaqada, biz yashaymiz, endi har doim o'zim fikrimni aytganman, yana ham meni fikrim. Biz mana yashaymiz, hayotimiz o'taveradi. Biz yaxshi yashasak ham o'tadi, yaxshi yashamasak ham o'tadi. Prosta iloji boricha komfort hayotni tanlash kerak deb o'ylayman men. Qiziqarli bo'lishi kerak. O'sha aytganimdek, yaxshi yashash gunoh emas. Hech qayerda taqiqlanmagan. To'g'ri yashash kerak, yaxshi yashash kerak. Halol, to'g'ri, yaxshi yashash kerak. Endi men yaxshi yashash degandan hozir hamma har xil fikrga boradi-yu. Bagati hayot, qizlar ichish, chakish, klublar yo'q, unaqa emas. Sayohat, ota-onaning duosini olish, eng zo'r mashinalarda yurish, eng zo'r uylarda yashash, yon atrofidagi aka-ukalariga, birodarlariga katta-katta sovg'alar berish, yaxshilik qilish, ehson qilish, shular yaxshi yashashga kiradi deb o'ylayman, meni fikrim. Qani bizga bersa, Alloh biz orqali bersa, atrofimizdagilar, mana bizda misol uchun bilim bor, tadbirkorlik, misol uchun o'qitimiz bor, yo'nalishimiz bor. Biz orqali misol uchun 100 ming dollar bersa, qani 50 ming dollarni maktab uchun, sportchilar uchun, yoshlar uchun, mahalladagilar uchun, mahalla uchun, asfalt uchun, boshqa u uchun, bu uchun mana kimdir orqali beradi rizq. Rizq sababchi bo'lish mana shu narsa sababchi deb o'ylayman men. Kimdir nimadirga sababchi bo'ladi. Mana kimdirni muvaffaqiyatga erishishiga o'zi Alloh beryapti. O'zi u insonga Alloh beryapti, faqat biz orqali-da. Shu sababchi bo'lib qolsak, savobga sherik bo'lgan bo'lamiz. Hozir biz hech qanaqa rolimiz yo'q, biz ham oddiy qulmiz. Sababchi bo'lib qolishda, savobga sherik bo'lish deydimi? Bir singil bizga hamma narsani tashlab ketamiz-da. Men bitta narsani bildim, mana hayotimda inson zoti nima to'g'risida katta gapirsa, nima orqali maqtansa, o'sha orqali sinaladi. Nima narsani yo'qotishdan qo'rqsa, o'shani yo'qotadi. Mana men shu vaqtimgacha nima temada katta gapirgan bo'lsam, shu temada kalta yedim. Nimani yo'qotishdan qo'rqgan bo'lsam, shu narsalarni yo'qotib kelaman. Nimani yo'qotishdan qo'rqsa odam shuni yo'qotadi. Nima to'g'risida katta gapirsa, xuddi o'sha narsa orqali Alloh sinaydi uni. Mana men zo'rman deydimi? O'sha kuchi bo'yicha sinaydi. Hech kim emas bo'lib chiqadi. Misol uchun mashinasini yo'qotishdan qo'rqyaptimi? O'sha mashinasini yo'qotadi baribir. O'shaning uchun
har doim Allohni deyish kerak-da. Allohni yo'lingdan adashtirma. Allohni yo'lidan adashishdan qo'rqsanglar, adashtirmaydi. Chunki Allohda sizni yaratgan zot. Uncha o'ylash kerak. Ko'p o'ylash kerak. Hozir esa ko'p ko'raman mana. O'ylamasdan qaror qilish, o'ylamasdan gapirish, o'ylamasdan ish bajarish, o'ylamasdan gap gapirish ham yillab minus olib kelishi mumkin. O'ylamasdan qilingan ish hayotinglarni 360 gradusga o'zgartirib yuborishi mumkin, burib yuborishi mumkin. O'ylamasdan gapirilgan gap kimdirdan ayirib yuborishi mumkin, kimdir hayotini buzib yuborishi mumkin. Juda ko'p. Hayot katta hayot o'yinchoq emasda, baribir. Har tomonlama o'lchab ko'ringlar, har tomonlama ko'ringlar. Bu tomonidan ko'ringlar, bu tomonidan ko'ringlar, farqi yo'q. Biz долженmiz, qilishimiz kerak, majburmiz. 4 ta non kirish kerak, uyga pul aylanish kerak. Ko'chadagi odamlar fikri bizani misol uchun vaqt ajratmaganimiz uchun ketaveradigan insonlarmi, gapirganimiz uchun bizga qo'shilmaydigan do'stlarmi kerak emas. Chem undan ko'ra sizni yo'lda tashlab ketadigan insonni o'sha yo'lingiz boshlanmasdan tashlab ketgani yaxshi-da. Yarim yo'lda sizni o'ziga o'rgatib tashlab ketib, sizni qiynagandan ko'ra o'sha yo'lni o'zida boshlanmasdan tashlab ketgani yaxshi. O'sha ancha sizga udobство. U siz boshlasangiz uzoqroqga borasiz-da. Yarim yo'lda tashlab ketgan inson xoin hisoblanadi. Xoinlar qadimda ham kechirilmagan. O'rinda o'zini hurmat qilib odam har doim o'ziga loyiq ko'rish kerak hamma narsani. $1000 $1000 ovqat bo'lmaydi, men yeyishga munosibman shuni. Yeyman men shuni. Chunki odam o'zini o'zi qancha balandga ko'tarsa, o'zini o'zi qancha hurmat qilsa, keyin atrofdagilar hurmat qilishni boshlaydi-da. Siz qanday o'zingiz hurmat qilmasangiz, o'zingiz oddiy narsalarga loyiq deb bilmasangiz, sizni qanday atrofdagilar hurmat qiladi? Qanday yaxshi narsalar uchun sizni loyiq deb biladi? Bu o'zini o'zi ep ko'rmayapti, biz nima ep ko'ramiz deydi, bo'ldi shu. Tema yopiladi. Eng yomon narsa bu. Odam oldin, hani kimdir sizni zo'r deyishdan oldin siz o'zingiz oldin zo'r qilib qo'yishingiz kerak-da. Zo'r qilib qo'yishingiz kerak. Kimdir sizni zo'r kiyinyapti deyishdan oldin zo'r kiyinib olishingiz kerak-da oldin. To'g'rimi? Xuddi shunaqa narsa. Melish narsalarga ham e'tibor qilish kerak. Melish. Hech qachon kimdir orqali nimadir erishishni niyat qilish kerak emas. Yomon ish, egri ish, yolg'on, hammasi ertami kech ochiladi baribir. Eng yomon narsa hurmatni to'kib qo'yishda. Bir lahzada to'kiladi hurmat. Lekin yillar mobaynida yig'iladi hurmat. Odamlar shunaqa. Yillar mobaynida yig'ilib boradi hurmat. Tomchi bo'lib, tomib yig'iladi kosaga. Odamzod o'zini o'zi bundoq to'kib yuborishi mumkin-da hammasini. O'sha narsaga ehtiyot bo'lish kerak. O'sha narsa juda opasniy narsa. O'shaning uchun ko'ringlar.